alaykum. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab bahor faslining go'zal va betakror ayyomi Navro'z bayrami keng nishonlanmoqda. Mana shunday go'zal kunlarda yana bir qo'shaloq bayram mahalla tizimi xodimlari kuni ham nishonlanmoqda. Ayni paytda biz Toshkent viloyatining Qibray tumanidamiz. Bugun tumanda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishamiz. Soy bo'yida yurganim yo'q, boshi ko'zimni suzganim yo'q, bilak uziga olganim yo'q, olganlar kelsin bilak uzigingdan, bilak uzigingni olganim yo'q, olganlar kelsin bilak uzigingdan. Qibray tumanida xotin-qizlar faoli va jamoatchilik asosida Navro'z bayramini nishonlayapmiz. Bu bayram yosharish, yoshlik bayrami, yangilanish bayrami hisoblanadi. Bu bilan bir qatorda mahalla xodimlari kuni ham qo'shaloq bayramni nishonlayapmiz. Har bir insonning qalbida nima deydi, ko'tarinki kayfiyat, xursandchilik, bahoriy bir go'zallik insonlarda, ayniqsa ayollarimizda aks etgan. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, mana shu bayramlarimiz bizning yurtimizga yarashadi. Bu bayramlarda xalqimiz, ayniqsa ayollarimiz ochilib, go'zallashib, yosharib ketamiz. Bizni Qibray tumanida amalga oshirayotgan ishlar, xotin-qizlar bilan qilinayotgan ishlarni biz tahlil qiladigan bo'lsak, biz bu bayramga mahalla xodimlari kuniga juda katta bir tuhfalar bilan keldik. Qilayotgan ishlarimiz mana shu bayramlarga juda ham yarashib turibdi. Xabaringiz bor, mahallaga juda katta bir e'tibor berilyapti. Har tomonlama demak e'tibor berilyapti. Xuddi shunday Qibray tumanidagi mahallalarda ham mana ko'chalarimiz asfaltlanyapti, yangi binolar qurilyapti, madaniyat uylari qurilyapti, xotin-qizlar uchun fitnes klublar qurilyapti. Demak, bularning hammasi xalq manfaati uchun. Bu ham mana shu bayramga chiroyli bir tuhfalarimizdan biri hisoblanadi. Bizning Qibray tumanida hali bayram juda ko'p davom etadi. Sumalaylar qaynatamiz, halimlar pishiramiz, ko'k somsalar yopib, dasturxonlarni chiroyli qilib bezaymiz. Birgalikda bayram shukuhini yanada ko'tarib, bayramni birgalikda nishonlaymiz. Mahalla kuni bilan yana bir borman mahalla xodimlarini chin dildan tabriklayman. Ishlaringizda rivoj tilayman. Qo'shaloq bayram hammamizga muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar Qibray tumaniga. Mana biz hozir Qibray tumani Uzumzor mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Albatta hozirgi mana shu bahor ayyomida nishonlanayotgan bayramlar arafasida bo'layotgan respublikamizdagi islohotlar albatta bizni Qibray tumanini ham chetlab o'tayotganligi yo'q. Albatta bizni tumanimizda ham juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Bularni biz bunyodkorlik ishlarida ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda mana ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlar, Qibray tumanida demak ko'pgina shifoxonalar qurildi va shu bilan birgalikda joriy remont, ta'mirlash ishlari olib borildi. Bir nechta maktablarimiz qaytadan jihozlandi va shu bilan birgalikda kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda aytishimiz mumkin, mana shu Uzumzor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida ham, yonimizda mana joylashgan Botanika mahalla fuqarolar yig'inida ham yoshlarimizga qulay sharoitlar yaratish maqsadida, ularni demak darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida, har xil demak jinoyatchilik ishlariga aralashmasligini oldini olish maqsadida juda katta bir sport kompleksi qurildi. Mana shunaqa olib borilayotgan islohotlardan bizning yoshlarimiz mamnun, ularning ota-onalari mamnun. Bugun mana shu bayramni nishonlayapmiz. Albatta shu bayram arafasida bizni Qibray tumanida ham juda katta bir tayyorgarlik ketyapti shu bayramga. Bayram bilan hamma yurtdoshlarimizni, shu mahallamiz ahllarini hammasini chin dildan tabriklayman, ishlariga rivoj tilayman.
nomingiz muborak bo'lsin. Omon yor o'ynasang-chi, omon yor, belingni bog'lasang-chi, omon yor. Omon yor o'ynasang-chi, omon yor, belingni bog'lasang-chi, omon yor. Shunday go'zal zamonda omon yor, ochilib o'ynasang-chi, omon yor. Shunday go'zal zamonda omon yor, ochilib o'ynasang-chi, omon yor. Qibray tumanida endi albatta qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz ko'p. Endi deputat sifatida aytadigan bo'lsam, demak, aholimizdan endi ko'p tushadigan bizga murojaatlar bo'ladi. Endi albatta o'zimizda shu kichik bo'ladigan, o'zimiz hal qilishimiz mumkin bo'lgan mahallada qilish kerak bo'lgan demak ishlarni biz o'zimiz bajaramiz. Eng katta bir bo'lgan ishlardan bittasi demak mana suv inshootlarimiz qurildi. Osiyo taraqqiyot banki demak granti asosida mana shu demak qurilayotgan o'sha suv inshootlarini albatta oxiriga yetkazsak, mana oxiriga yetkazish etapi turibdi va aholiga shu suv bilan ta'minlasak, bu ham bir katta bir ish amalga oshirilgan bo'lardi. Shu bilan birgalikda demak albatta endi har doimgi uchraydigan holatlardan bittasi bu yo'l ta'mirlash, qurilish ishlari, mahallaning ichidagi demak yo'laklarni qurish masalalari. Bu ham demak katta ishlarimizdan bittasi. Eng ko'p uchraydigan demak elektr tarmoqlaridagi uzilishlar, transformatorlarni almashtirish masalalari ham oldimizda turgan katta bir vazifalardan bittasi. Mana endi bizda bir katta muammoli ish bor edi. Mana bu muammomiz mana shu Uzumzor mahalla fuqarolar yig'inidagi muammolardan bittasi edi. Bu mana shu bizni demak hududimizda joylashgan 35-sonli umumiy ta'lim maktabi bor edi. Juda katta ta'mir talab edi. Katta rahmat mutasaddilarimizga, rahbariyatimizga, hurmatli prezidentimizga mana shu ta'lim sohasiga juda katta e'tibor beryaptilar. Mana bu yil mablag' ajratilib, mana shu kvartalda demak shu ta'mirlash ishlarini boshlash arafasida turibmiz. Bu ham bizga bir berilayotgan juda katta imkoniyat, ham yordam, ham ko'mak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Faxriddin aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Bugun mana mahalla tizimi xodimlari bayrami kuni ekan, tabriklayman, muborak etaman. Rahmat. Mana shu bo'layotgan islohotlardan o'zingiz ko'nglingiz mamnunmi? Albatta. Nimalar o'zgardi endi mahallangizda? Mana avvalambor yurtboshimizga rahmat, mahallamizni rivojlantirish va yuksaltirish yili deb e'lon qilganlariga. Mana xudo xolisa yaxshi niyatlar bilan mana shunaqa mana reabilitatsiya markazlarimiz tashkil qilindi. Mahallamizni mana obod bo'lishiga harakat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Mana shu hududingizning asosiy drayveri nimalardan iborat? Menda 76 ta tadbirkorlik subyekti bor. Asosiy joy ekan. Asosiy, ha. Kelgan Toshkent shahardan kirib kelishni birinchi qabul qiladigan Toshkent viloyati bizning mahalla bo'ladi. Undan tashqari Toshkent davlat agrar universiteti yonimizda bor. Oybek mahallasiga qaraydi, lekin ular ham qo'lidan kelgancha nima mahallada kamko'st bo'lsa qo'lidan kelgancha qarashadi bizga ham chiqib. Mana kechagina ko'kalamzorlashtirish bo'ldi, yashil makonga daraxtlar ekdik. 1600 mevali, manzarali daraxtlar ekildi. Mana kechagina kirib kelishda ko'rdinglar, hamma yo'li oqlandi. Mana manzarali daraxtlar bu yerda ham, gazollar ekildi mana. Reabilitatsiya markazimiz ochildi. Mana bu yilga qo'shaloq bayram bo'ldi bizga. Mahallamizda 3600 ta fuqaroyimiz bor. 1180 ta xonadonimiz bor. Asosan aholidan qanday murojaatlar kelib tushadi? Asosan shu mahallaga o'tib-o'tdi nimadir muammo bo'lib qolsa, shunaqa bilan endi bizda shunaqa har kuni 3600 ta fuqarodan yo'q deganda 1% chiqqanda ham bir 30 ta, 35 ta fuqaro chiqadi. Endi qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Chiroq chiqib qoldi, asfaltlar deyshadi, mana bitta yomon bo'libdi, mana bitta bu endi o'zimizga har doimgi muammo. Shu muammolar borki, biz ham harakat qilib qo'ldan kelgancha yugurib yuramiz. Mahalla 7lik tizimi hammasi bor-a sizlar? 7lik tizimimiz bor. Ishlab kelishyapti. Hammamiz hamjihat ahlimiz kelishib qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Ayni kunlarda Qibray tumani Bobur mahallasida yangi Respublika bolalar tibbiy reabilitatsiya markazi ishga tushdi.
Qariyb 119 milliard evaziga tashkil qilingan ushbu markaz 200 ta o'ringa ega. Albatta ushbu markazning tashkil qilinishi xalqimiz salomatligi va ertangi kunimiz kelajagi uchun mustahkam poydevor bo'lishi shubhasizdir. Assalomu alaykum Dilorom opa. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, hammamizga muborak bo'lsin. Mana tumaningizda yangi shifoxona tashkil qilinibdi. Hozirdan mana bemorlar ko'p ekan, to'g'rimi? Albatta. Bu markazimiz 2-mart kunidan ishga tushdi. Mana shu qariyb 18 kun ichida 166 taga yaqin bemorlarimizni davolashga qabul qildik va bulardan уже 166 ta bemorni davolab, shundan 30 talari uylariga ruxsatdan berildi. Birinchi qabul qilgan bemorlarimizdan 30 tasi uylariga ruxsat berildi ularga. Endi qanday davolash bo'linmalari bor bu Bu yerda? markazimizda, respublikamizda bolalar orasida tibbiy reabilitatsiyada juda ham muhim o'rin tutadigan markaz bo'ldi. Chunki bizda shu bugungi kungacha O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bolalar reabilitatsiyasida bunaqa bino bo'lmagan. Mana prezidentimizning tashabbuslari bilan bolalar orasidagi tibbiy reabilitatsiyaga juda katta ahamiyat berilib, bizga shunaqa chiroyli markazni qurib bitkazib berishdi. Bugungi kunda 6 ta yo'nalishda biz bemorlarni qabul qilyapmiz. Bu markaziy asab tizimi kasalliklari, periferik asab tizimi kasalliklari, gastroenterologiya, pulmonologiya, revmatologiya va ortopediya bo'limlari bugungi kunda bemorlarga tibbiy reabilitatsiya yordamini ko'rsatyapti. Shifoxonaning asosiy xonalaridan biri Tuzli g'or xonasi ekan. Bu yerga davlat tomonidan 120 million pul ajratilgan. Asosan bolajonlar 15 daqiqa ichida tinchlanadi va asabi joyiga tushadi. Ushbu xonaning eng katta foydasi bu yuqori nafas yo'llariga juda ham yaxshi shifo beradi. Asosiy urg'u reabilitatsiyaga berilganligi sababli bizning asosiy bemorlarimizni davolash ishlari mana shu fizioterapiya bo'limi bilan bog'liq. Albatta fizioterapiya bo'limimiz juda ham keng tashkil etilgan. Bu yerda alohida suv muolajalari, alohida balchiq bilan davolash, tuzli g'orlarimiz hamda issiqlik bilan davolash har xil bo'linmalariga ajratilgan. Bolalarimiz reabilitatsiya muolajalarini olishadi. Undan tashqari bu mana hozir biz birinchi qavatda turibmiz. Yuqori qavatdagi bo'limlarimizning har bittasini o'zini davolovchi jismoniy tarbiya xonalari bor. Bu yerda bolalarimiz yana alohida davolovchi jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishadi. Yerda alohida instruktorlar bilan ishlashadi. Ham umumiy davolovchi jismoniy tarbiya, har bitta bemorga ya'ni maxsus davolovchi jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishadi va yana yangilik sifatida biz bir qism shu jismoniy tarbiyani suvga, ya'ni basseynga ko'chirdik. Bizning basseynlarimiz boshqa muassasani basseynidan farq qiladi. 3 ta urovenda qurilgan, 40 sm, 70, 140 sm va har birining orasi maxsus temir to'siqlar bilan ajratilgan. Bolalarimiz o temir to'siqlarga ushlab bemalol oyoqlari uchun alohida, qo'llari uchun alohida, tanani har xil qismiga har xil instruktorlarimiz bilan birgalikda shu suvni ichida mashqlar bajarishadi. Bu bizning basseynimiz nafaqat suzishga mo'ljallangan, balkim shu davolovchi jismoniy tarbiyani ma'lum bir qismini biz basseynga ko'chirganmiz. Endi kadrlar masalasi qanday, yetarlimi hozir? Bugungi kunda kadrlarimiz yetarli. Bizda har bitta bo'limda ishlayotgan shifokor maxsus mutaxassislikka ega bo'lgan. Masalan, nevrologiyada nevropatolog, gastroenterologiyada gastroenterolog, ortopediya bo'limida ortopedlarimiz ishlaydi va alohida fizioterapiya bo'limini har bir xonasida shu mutaxassislikka ega bo'lgan o'rta tibbiyot xodimlari ishlashadi.
har bittasida balneologiyada alohida, parafinda alohida, fizioterapiyani qizlar alohida fizioterapiya bo'yicha ixtisoslashtirish o'tishgan. Faqat malaka oshirish emas, ixtisoslashtirish o'tishgan. Tepadagi bo'limlarimizda esa o'rta tibbiyot xodimlarimiz asosan pediatriya hamshirasi lavozimida ishlashadi. Shu bo'yicha ixtisoslashtirish o'tishgan hammalari. Mana shu bo'layotgan islohotlardan o'zingiz mamnunmisiz hozir? Men shu dargohga ishga kelganimga 32 yil bo'ldi bu yil. Men birinchi yilga kelgan paytimda bu yerdagi sharoitlarni bugungi kun bilan umuman taqqoslab bo'lmaydi. Eski bir qavatli to'kilib ketayotgan imoratlarda ishladik shuncha payt. Bizda bu shifoxonamiz o'rnida 1994-yildan 2009-yilgacha respublikamizda poliomiyelit kasalligi ko'payib ketgan paytda poliomiyelit shifoxonasi bo'lgan. Bolalar uchun poliomiyelit kasalligini asorati bilan davolangan bemorlar bo'lishgan. Va 2009-yilda O'zbekiston poliomielitdan ozod hudud degan sertifikat olingan. Shu sertifikat olgandan keyin bu yerda har doim imkoniyati cheklangan bemorlar bilan ishlaydigan xodimlarning soni ko'p bo'lgani uchun ham davlatimiz bu kadrlarni yo'qotmasdan o'rnida shu reabilitatsiya markazi tashkil etilgan va 2009-yildan beri biz eski imoratlarda faoliyat yuritayotgandik. Endi u bino bilan bu binolar bu osmon bilan yercha farqi bor. Bugungi texnologiyalar mana diagnostika bo'limimizda davlatimiz tomonidan milliard so'mga baholangan tibbiy asbob uskunalar berildi, diagnostika uskunalari berildi, undan tashqari tibbiy asbob uskunalar berildi. Endi aytaman-ku, O'zbekistonda bugungi kunda bolalar uchun tibbiy reabilitatsiyasida bitta yangi katta qadam qo'yildi. Bu faqat chiroyli bino degani emas, bu hali bizning oldimizga o'zimizga yarasha mas'uliyatlarni beradi. Ya'ni bu yerda endi ilmiy ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Hozir biz har xil oldimizga maqsadlar qo'yganmiz. Chet ellar bilan birgalikda, hamkorlikda ishlab, bolalarimizga shu tibbiy reabilitatsiya bo'yicha yengilliklarni olib kirish. Bizani Qibray tumanimizning asosiy drayveri qishloq xo'jaligi, chorvachilik, dehqonchilik, ishlab chiqarishlar ko'p tarmoqli shug'ullanib keladigan Qibray tumani. Eng bir chiroyli, bir ob-havosi yaxshi, go'zal, suvga boy. O'shaning uchun mana bizani Uzumzor mahallasida hududimizda 38 ta fermer xo'jaliklari bor. 38 ta. Ular shug'ullanadi, drayverasi har xil. Masalan, mana uzumchilik, mevachilik borda bizani mahallamizda. O'sha borligi nima? Bizani shu mahallamizda yashovchi ishsizlar, haligi nafaqa chiqqanlar, o'sha dalalarga chiqib, o'sha dehqonlar bilan birgalikda ishlab daromad topadi. Uyiga har bitta sovuzi deysizmi, kartoshka deysizmi, qo'yinchi hamma narsadan borda bizani mahallamizda. Bekorchilar yo'q. Mana hozirdan boshlandimi, dehqonlarga chiqib yordamlashadi, oilasiga daromad olib keladi. Pishganda o'sha mahsulotidan olib keladi. Mana hozir shu kunda bar mahallada ishlamasam ham shu paytlarda bir niyat qilgan edim. Shu mahallani Uzumzor mahallasini bir ajrattiruvchi arka qursam dedim. Men albatta o'zimning mablag'imda emas, o'zimning qo'limda shu qizim tarbiya topgan, o'zim ishga olganman xotin-qizlar bo'yicha. O'sha qizimizni qo'yganmizlar mahallaga rais qilib, shu qizim bilan birgalikda biz mana shu arkani mana shu yil oxirigacha yangigacha tugatdik-da. Bu mablag'ni qayerdan olding deb so'rash mumkin. Mablag'ni bizani mahallamizda haligi mol mulkka to'laydigan soliq pullaridan bizani Qibray tumanimiz 10% ni bizning mahallaga tushirib beradi. O'shani hisobidan, homiylarning hisobidan bir chiroyli qilib shu ajralib tursin, kelgan odam adashib yurmasin, Uzumzor mahallasi qaytagan deb mana shu qo'limizdan kelganicha mana shu arkamizni qildik. Harakat borda bizda ham hali shu uyda o'tirgim kelmaydi. Shu mahallaga ishlamasam ham shu haligi nuroniy bo'lib, faol bo'lib, shu maslahat berib yursam, shularga yordamim tegsa deb haligacha maslahat berib kelaman. Biz qaysi sohada ishlashimizdan qat'iy nazar bizning yashash joyimiz mahalla hisoblanadi. Shu boisdan ham mamlakat miqyosidagi barcha islohotlar mahalla hayotida aks etsagina ana shunda yangilanishlar nafasi insonning hayotiga kirib boradi. Ayni paytda biz Qibray tumanidagi Uzumzor mahallasidamiz. Bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishamiz.
Nodir opa, mana shu mahallangizda nechta aholi yashaydi? Asosan nimalar bilan shug'ullanadi? Uzumzor mahallasida 3550 ta aholi yashaydi. 910 dan oshiq xonadonimiz bor. Hududlarimizda ko'p aholi chorvachilik bilan shug'ullanadi. Bandlik ko'maklashish markazi tomonidan o'zimiz hududimizga biriktirilgan hokim yordamchimiz 2025-26 yil davrida 178 milliondan oshiq tadbirkorlik bo'yicha kreditlar chiqarilgan, aholini bandligi ta'minlandi. Ayollar daftari bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha kredit chiqarildi. Kam ta'minlangan kambag'al oilalarimizga sudi subsidiyalar ajratildi. Ularning bandligi ta'minlandi. Hozirgi kunda yoshlar yetakchimiz tomonidan o'qishga kirgizildi. Kontraktlar to'lab berildi talabalarimizga. 2025-26 yilda 57 ta kambag'al oilalarimizdan hozirgi kunga qadar 17 ta oila qolgan. Yoshlar yetakchimiz, mahalla yettiligi, hokim yordamchimiz, ijtimoiy xodim, xotin-qizlar faoli, mahalla yettiligi bilan birgalikda ularning bandligi ta'minlanib, kambag'allikdan chiqarish uchun davlat tomonidan, prezidentimiz tomonidan tashabbus ko'rsatilib berayotgan siyosatlari bo'yicha ish bilan ta'minlanib, kambag'allikdan chiqarishga ularga yordam berib harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda 17 ta qolgan kambag'al oilalarimizdan ham kambag'al oilasidan ro'yxatidan chiqarib, ularga yordam berish niyatimiz bor, xudo xolasa. Mahallangizga yana nimalar bo'lish kerak agar yana ham rivojlanish uchun? Mahallamizning yana rivojlanishi uchun hozirgi kunda infratuzilma bo'yicha agar so'raydigan bo'lsak, aholimi elektr ta'minoti bilan yaxshiroq foydalanishi uchun transformator hokimiyat tomonidan, elektrostet tomonidan taqdim qilingan transformatorimiz bor. Tez kunlarda ikkinchi chorakda xudo xolasa o'rnatish niyatimiz bor. Transformatorni yangi tayanch beton stalbalar o'rnatish ko'zda tutilgan. Obodonlashtirish tomonidan 3 ta ichki ko'cham joriy ta'mirga tushgan. 3000 kilometr ichki ko'cham joriy ta'mirlaymiz. Ikkinchi bosqichida yana qolgan 2 ta ko'chamni joriy ta'mirga kirgizib, mahallamizni chiroyli obod qilishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Mahalla raisi bitta o'zi hech narsa ish qila olmaydi. Avvalambor yurtboshimizning tashabbuslari bilan o'sha mahallaga yaratilgan mahalla yettiligi birgalikda va mahalla faollari, nuroniylarimiz hammaligi birgalikda bir bo'lib birlashsak, o'shandagina mahallamiz gurkirab yashnaydi. Agar bitta mahalla raisini o'zi hech narsa ish qila olmaydi. Bitta odam hech narsa ish qila olmagan hisobiga mahalla raisi ham xuddi shunaqa odamda, o'sha mahalla yettiligi, mahalla aholisi bilan birgalikda bo'lsa, xudo xolasa mahallaning rivojlanishi ham, infratuzilmasi ham, aholining kambag'allikdan chiqishi ham o'shanga bog'liq deb o'ylayman. Yurtimizda qo'shaloq bayram, 21-mart Navro'z bayrami, 22-mart mahalla kuni. Hammani shu ikkita qo'shaloq bayram bilan tabriklayman, Navro'z ayyomi bilan. Mahalla kuni bilan mahalla xodimlarini, mahalla tizimida ishlaydigan har bir xodimni tabriklayman. Mahalla tizimida ishlaydigan faollar, xodimlar juda ham sharafli kasb deb o'ylayman. U o'zi emas, shuncha aholining ichidan saralanib saylangani bu o'zi emas, juda ham sharafli kasb. Chunki xonadonlarda bo'layotgan har bir yordamga ular sababchi deb o'ylayman-da. Dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirishda yerning unumdor bo'lishi ko'proq mana shunday o'g'itlarga bog'liq bo'ladi. Hozir mana shu soha egalarini suhbatga tortamiz. Otabek aka, mana shu mahsulotni qayerdan olib kelasizlar? Qanday ishlab berasizlar bunga? Mahsulot asosan mustaqil davlatlar hamdo'stligi yurtlaridan olib kelamiz. Bu Belorussiya, Rossiya va Estoniya. Xo'p, bularning asosiy bajaradigan funksiyasi ko'chatchilikda mislsiz juda yaxshi samaradorlikka ega. Asosan ko'chatlarimiz torf substrat asosida tayyorlanyapti. Oldin tuproqqa yoki biogumusga qilingan bo'lsa, hozir torf bilan sekin-sekin o'rni egallayapti. Demak, yangicha tizim. Albatta yangicha tizim. Bu yerda hozir ko'rib turgan narsalaringiz bu torfdan tashqari qo'shimchalarimiz bor. Maxsus qo'shimcha deyiladi. Bu ham tilla rangi bu vermikulit, oq rangi perlit va mana bularimizni bu landshaft dizaynida ishlatiladi hamda igna bargliklar va golubika ko'chatlarini parvarishlashda juda ham muhim rolga ega bo'ladi. Aynan qaysi ko'chatlarga bular hozir ishlatiladi?
Endi hozir bizda asosan issiqxonalarimizda yetishtiriladigan pomidor, bodring, qulupnay, bulg'or qalampirlariga juda yaxshi samara beradigan mahsulot sanaladi torfimiz. Demak, o'sha quruq suv quygani bilan foydasi bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Mana shunday o'g'itlarning foydasi katta-da, to'g'rimi? Albatta, endi torf qisman o'g'it deyilsa, qisman bu o'sha o'simligimizni ildiz otib rivojlanadigan bir muhit yaratib beradi. Bu o'g'itsiz ham bo'ladi buni. Misol uchun quruq torf o'zi o'g'it bo'lmaydi deyarli tarkibida, lekin shu boyitilib o'g'itlar bilan mikro makro elementlar bilan boyitiladi va bu tayyor torf substrati deyiladi. Buni tarkibida o'g'itlar ham bo'ladi. Mana bu yerda ham hozir ekilgan. Bular qanday o'simlik, shuni ham tushuntirib bering. Buni endi qarang, o'zbek tilida tarjima qilib ko'k deyishadi. Bu golubika. O'zbek tilida shu bitta so'z bilan ifodalab qo'yishdi. Ko'k deyiladi. Bizning bog'imizda bir 100 tupcha taxminan golubikamiz bor edi. O'tgan yil birinchi hosilga kirdi. Endi bu yil qishda shu fevral oyida bulardan qalamcha qildik. Qalamcha orqali ko'paytirmoqchimiz. 250 ta ko'chatimiz bor Qo'shitda. Endi torf O'zbekiston bozori uchun yengillik sanaladi. Buni endi kirib kelganiga 5-10 yil bo'ldi. Bizning asosiy shu missiya degan so'z juda ham mashhur hozir. Missiyamiz O'zbekistonda dehqonlarimizda torf madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish. Chunki buni samarasi beqiyos. Mana biz bilamiz, qishloq xo'jaligida yetakchi davlatlar Yevropa mamlakatlari hamda Xitoy yoki Amerikada torf iste'moli jon boshiga juda ham yuqori ko'rsatkichga ega. O'zbekiston ulardan nisbatan bir 15-20 barobar pastroq ko'rsatkichga ega. Ya'ni bu biz uchun o'sish istiqbollari juda ham kengligini anglatadi. Mana hozir masalan o'sha go'nglar, yana boshqa bir o'g'itlar ham bor-ku, masalan. Ulardan qanday farqi bo'ladi? Farqi qarang, birinchidan bu ularni go'ng kelib chiqish tabiati bu mollarning go'ngi. Ya'ni hayvonot olamidan olinadigan. Torf 99% o'simlikdan olinadi. Yarim chirigan holatdagi o'simlik. Farqi bularda begona o'tlarni ildizi bo'lmaydi. Zarar keltiradigan virus, bakteriya, mikroblar bo'lmaydi. Ya'ni aytsak bo'ladiki, bu steril o'stiradigan muhit. Mana masalan, ko'chatda mana shunaqa kasetalarda qilishadi hozir. Oldin salafanda yoki kalish deyishadi yoki stakanchikda, bunga o'xshab stakanchikda qiladigan bo'lsa, kaseta juda ham qulay. Qisqa vaqtda bitta qo'lingiz harakati bilan, misol uchun bu 40 talik bo'lsa, 40 ta yacheykani to'ldirasiz, urug' sop chiqiladi. Keyin yetilgandan keyin sug'urib olganingizda ham shunday ildiz bilan birga torf olib chiqadi, ko'chirganingiz juda yaxshi bo'ladi. Ham bu mexanizatsiyaga juda qulay, stakanchikka yoki kalishga yoki salavanga nisbatan. Ham masalan, mana shu misol uchun 40 ta yacheyka bo'ladigan bo'lsa, 40 ta urug' ekkaningizdan 39 tasi unib chiqadi. Ya'ni unib chiqish samaradorligi juda ham yuqori. Demak, sifati yaxshi ekan. Albatta sifati yaxshi bo'ladi. Poyasi baquvvat, ildiz sistemasi yaxshi rivojlangan bo'ladi. Mamlakatimizda yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularni sport sohasiga bo'lgan qiziqishlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Mana masalan, Qibray tumanidagi Botanika mahallasida bunyod etilgan ushbu zamonaviy tipda qurilgan mini stadioni yaqinda foydalanishga topshirildi. Assalomu alaykum bolajonlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qalay stadion, yoqdimi? Ha, stadion. Har kuni o'ynaymiz, yangi ochildi, maktabdan kelib har kuni o'rtoqlar bilan o'ynaymiz. Muraqqab maza qilib o'ynaymiz. Oldin futbol mahallada o'ynardik, qumda, hamma haydirdi, stadion quriladi deyishardi, qurildi, endi maza qilib o'ynaymiz. Endi qumda o'ynaganinglarda hamma chang bo'lganda, to'g'rimi? Chang bo'lardi, uydagilar ham urishardi. Bugun dasturimiz orqali Toshkent viloyati Qibray tumanida olib borilayotgan islohotlar va bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdik. Aziz teletomoshabinlar, Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin. Qolaversa, bugun mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan barcha soha egalarini muborakbod etamiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.